Agar siz tushlikdan keyin kuchli uyquchanlik his qilsangiz, ko'zlaringiz og'irlashsa, miya ishlashi xiralashsa va qo'lingiz beixtiyor ravishda kofega ketsa, bu oddiy charchoq bo'lmasligi mumkin. Ovqatdan oldin sizda energiya bor edi, lekin ayrim insonlarda aynan ovqatlanishni o'zi organizmni energiya defitsit holatiga olib o'tadi. Va bu ko'p holatlarda metabolizm buzilishini eng birinchi signallaridan biri bo'ladi. Bu yerda muhim paradoks bor. Siz ovqat yedingiz, ya'ni organizmga energiya kirdi. Mantiqan qaraganda energiya oshishi kerak edi. Lekin nega aksincha bo'ladi? Sabab ko'p holatlarda muammo energiya yetishmasligida emas. Muammo energiya noto'g'ri boshqarilayotganda. Qonda glyukoza bor, lekin hujayralar undan samarali foydalana olmayapti. Va bu jarayon markazida insulin turadi. Insulin bu shunchaki qand gormoni emas. Bu organizmning asosiy energiya boshqaruv tizimlaridan biri. U glyukozani hujayralarga olib kiradi. Lekin yillar davomida tez-tez ovqatlanish, kam harakat, yuqori uglevod yuklamasi, uyqu buzilishi va stress fonida hujayralar insulin signaliga yomon javob bera boshlaydi. Bu holatga insulin rezistentligi deyiladi. Oddiy qilib aytganda, kalit mavjud, lekin qulf eskirgan. Shu tufayli organizm bir xil natija uchun yanada ko'proq insulin ishlab chiqarishga majbur bo'ladi. Aynan shu yuqori insulin darajasi ko'p insonlarda tushlikdan keyingi uyquchanlikni chaqiradi. Aytaylik, siz non, palov yoki boshqa uglevodlarga boy tushlik qildingiz. Glyukoza qonga tez kiradi, oshqozon osti bezi esa bunga javoban insulin ishlab chiqaradi. Agar insulin rezistentligi mavjud bo'lsa, organizm odatdagidan ham ko'proq insulin ishlab chiqaradi va aynan shu paytda energiya tizimi nostabil ishlay boshlaydi. Miya glyukoza o'ynashiga juda sezgir a'zo hisoblanadi. Shuning uchun bosh og'rig'i, uyquchanlik, diqqatni pasayishi, energiya pasayib ketganini sezasiz. Ko'pincha bu ovqatlangandan keyingi iroda sustligi emas. Bu sizdagi biologik javob hisoblanadi. Lekin bu jarayonda yana bitta muhim a'zo bor. Bu jigar. Ko'pchilik jigarni vazifasini faqat filtrlash deb o'ylaydi. Aslida esa jigar organizmdagi eng katta metabolik markazlardan biri. Ovqatdan keyin glyukozani katta qismi aynan jigar orqali o'tadi. Lekin jigarni yog' bosgan bo'lsa, bu tizim izdan chiqadi. Glyukoza ko'tarilishi kuchayadi. Insulin ishlab chiqarish oshadi. Energiya pasayishi yanada yomonlashadi. Va eng xavfli tomoni, yog' bosgan jigar ko'pincha og'riq bermaydi. Ko'pchilik insonlar yillar davomida tushlikdan keyingi uyquchanlik, ertalab charchab uyg'onish, qorin atrofida yog' yig'ilishi bilan yuradi. Lekin asosiy muammo jigarda bo'lishi mumkin. Bu degani barcha milliy taomlar zararli degani emas. Muammo ko'pincha taomni o'zida emas. Muammo miqdor, ketma-ketlik va sizdagi metabolik holatda. Agar organizm allaqachon insulin rezistentligi fonida ishlayotgan bo'lsa, ko'p uglevod iste'moli organizmga yanada ko'p muammo tug'diradi. Masalan, och qoringa katta hajmda non yoki guruchli ovqat iste'mol qilindi. Natijada glyukoza tez ko'tariladi, insulin esa tez ishlab chiqariladi. Keyin esa energiya keskin tushib ketadi. Lekin qiziq tomoni, ba'zan ovqat tarkibi emas, ovqatlanish tartibini o'zgartirishni o'zi ham katta foyda beradi. Masalan, avval sabzavotlar, keyin oqsil va undan keyin uglevod iste'mol qilish. Bu glyukozani qonga kirishini sekinlashtiradi. Natijada insulin yuklamasi kamayadi va ko'p insonlar aynan shundan keyin tushlikdan keyingi uyqu bosishini kamayishini sezishadi. Endi siz o'zingiz tekshirib ko'ring. Tushlikdan keyin kuchli uyqu bosishi, kofesiz ishlashning qiyinligi, ertalab charchoq bilan uyg'onish, kechqurun shirinlikka kuchli xohish, qorin atrofida yog' yig'ilishi, qand normada, lekin triglitseridlaringiz baland, ALT yoki AST biroz ko'tarilgan. Agar bu belgilar sizda mavjud bo'lsa, unda organizm allaqachon metabolik yuk bilan ishlayotgan bo'lishi mumkin. Va eng xavfli tomoni, bu jarayon yillar davomida deyarli sezilmay kechadi. Shuning uchun ko'p hollarda men odamlarga faqat glyukozaga qaramaslikni aytaman. Chunki glyukoza uzoq vaqt davomida normada qolishi mumkin, lekin insulin allaqachon yuqori bo'lishi mumkin. Shu sababli och qoringa insulin, glyukoza va HOMA-IR ko'rsatkichlari metabolik holatni ancha erta ko'rsatib berishi mumkin. Va aynan shu bosqichda muammoni aniqlash kelajakdagi diabet va metabolik sindrom xavfini kamaytirishi mumkin. Lekin bu yerda muhim bir savol bor. Nega ayrim insonlarda jigarni yog' bosgan bo'ladi? Hatto u kishilar alkogol ichmasa ham yoki juda ham semiz bo'lmasa ham.
Va nega ko'pchilik o'zida yog'li gepatoz borligini bilmay yuradi? Chunki yog'li gepatoz og'riq bermaydi, aniq simptom bermaydi va oddiy charchoq bilan ko'rinishi mumkin. Ko'p hollarda organizm birinchi signalni aynan tushlikdan keyingi uyquchanlik, energiyani pasayib ketishi, qorin atrofiga yog' yig'ilishi orqali beradi. Keyingi videoda biz aynan shu haqida gaplashamiz. Yog'li gepatoz qanday boshlanadi? Nega u ko'p hollarda sezilmaydi? Va nima sababdan u metabolik sindromning markaziy nuqtalaridan biri hisoblanadi? Chunki ayrim insonlarda muammo faqat ovqatda emas. Muammo organizmning energiya boshqarish tizimi asta-sekin izdan chiqayotganida.